Bizga Alloh taolo buyurgan narsa omonatlarni egasiga topshirish. Ila ahliha deganimizdan chiqadiki, egasiga topshirish kerak ekan. Kecha menga bir yigit yozyapti. Men bir magazinda sotuvchi bo'lib ishlar edim. O'shanda kassadan ancha-muncha pullarni olib qo'ygan. Mana bu narsani agar biz tushunsak, mana shu oyatda o'zi bizning hayotimizni tamomiyla isloh qiladi. Alloh eshitib turibdi, Alloh ko'rib turibdi. Adolatni, omonatni joyiga qo'yishimiz kerak. Hukm qilsak to'g'ri hukm qilishimiz kerak. Gapirsak adolat bilan gapirishimiz kerak. Bundan keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo juda bir hammamiz uchun kerakli bo'ladigan, jamiyatni isloh qiladigan bir aslni bizga o'rgatadi. Ya'ni bu oyatda hozirgi o'qiydigan oyatimizda shu oyat asosida Ibn Taymiya rahimahulloh siyosat shar'iyya kitoblarini yozganlar. Ya'ni shariatdagi siyosat deganda bu siyosat, mulk, masalan, odamlarni boshqarish. Bu narsa siyosat deganda biz birinchi xayolimizga keladi podshohlik, odamlarni boshqarish. Siyosat deganda. Ya'ni bundan ham ko'ra kattarog'i, hammasidan kattarog'i, eng katta siyosat omonatni joyiga qo'yish degani. Mana shuni atrofida tushunishimiz kerak biz. Alloh taolo aytadiki, innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Alloh buyuradi omonatni egalariga topshirishga. Buni sababi nuzulida ba'zi ulamolar aytishadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganlaridan keyin Ka'bani kaliti Usmon ibn Talhada edi. Rasululloh yubordilarda, odam yuborib kalitni bergin dedilar. Keyin u odam kalitni beraman degan paytda Usmon aytdiki, Rasululloh shu kalitni menga bering, menda tursin keyin dedi. Shunday degan paytda haligi Usmon eshitib buni kalitni bermayman deb qo'liga ushlab olgan. Rasululloh kalitni bergan desalar, yana bermoqchi bo'lsa, bu kishi shuni menda qolsin kalit bundan keyin. Sharaf endi Ka'bani kaliti bo'lishi, sharaf bu. Shunda u kishi yana qo'lida 3 marta bo'lgandan keyin oxiri ber bu yoqqa kalitni deb Rasululloh qattiq aytganlaridan keyin ey Rasululloh, meni beryapman, omonat sizga deb bergan. Ka'bani kalitini omonat deb bergan. Rasululloh nima demadilar? Ka'bani ochdilar, ishlarini tozalatdilar, ichida namoz o'qidilar kirib. Ka'bani atrofi hamma joy toza bo'lgandan keyin Rasululloh namoz o'qib bo'lganlaridan keyin Usmon ibn Talhani bu yoqqa chaqirdilarda, meni kalit omonat senda tursin deb kalitni o'ziga qaytarib berdi. Shu bo'yi u kalit o'shalarda davom etib kelgan. Bu ham bir sharaf, ya'ni o'sha bir ochmoqchi bo'lsa, hozir ham shularda deydi. Chaqiratda podsho odam yuborib, kalitni olib kelib ochamiz deb ular kelib ochib beradi. Allohning baytini kaliti o'shalarning qo'lida turibdi degani. O'sha haqda deydi ba'zilar. Lekin biz tafsir qoidasida, usul tafsirda nimani o'rgandik? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi xususis sabab. Ibrat lafzi umumiyligi bilan sababga xoslanib qolgan emas. To'g'ri, bu ham kiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam omonatni eng joyiga topshiruvchi odamlar va qilib buni ko'rsatib berdilar, tafsilotini ko'rsatib berdilar. Bizga Alloh taolo buyurgan narsa omonatlarni egasiga topshirish. Ila ahliha deganimizdan chiqadiki, egasiga topshirish kerak ekan. Kecha menga bir yigit yozyapti. Men bir magazinda sotuvchi bo'lib ishlar edim. O'shanda kassadan ancha-muncha pullarni olib qo'ygan edim. Yoshlik qilib. Endi men tavba qilib o'zimga keldim. Shu pullarni qaytarib bersam qanday bo'ladi? Qaytarib bersam xijolat o'lyapman. Bu pullarni men olganman deyishga aybim ochilib qoladi. Shuning uchun bu odamni nomidan sadaqa qilib yuborsam bo'ladimi? Shu odamni nomidan sadaqa qilib yuborsam o'tadimi deb so'rayapti. Uni javobi mana oyatdan chiqyaptiki, o'tmaydi. Alloh taolo aytayaptiki, Alloh aytayapti, omonatlarni kimga topshiringlar? Ila ahliha, egasiga topshiringlar deyapti. Illoki o'sha odamni qo'liga, o'ziga uni agar vakiliga topshirsangiz mayli, vakilni oldi degani o'sha oldi degani. Lekin o'ziga topshirilishi kerak, qo'li egasiga topshirilishi kerak. Mana bu narsani agar biz tushunsak, mana shu oyatda o'zi bizning hayotimizni tamomiyla isloh qiladi. Bu omonat tushunchasi juda keng tushuncha. Omonat, masalan, ilm omonati. Omonatni Alloh taolo ilm bergan odam omonatni ado qilish kerak odamlarga. Agar uni o'zida ishlab chiqarib, u ilmi bilan masalan shaxsiy hayotiga foydalansa yoki Alloh taoloning bergan ilmini noto'g'ri narsaga ishlatsa, bu ayni katta xiyonat bo'ladi. Alloh bergan omonatni ado qilish degani ilm bo'lgan odam ilmni odamlarga yetkazish kerak. Haqni Alloh unga o'rgatdimi, boshqa odamlarga buni ochiq oydin o'rgatish kerak.
Mana bu eng katta omonat. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlarda aytiladiki, addal amana. Omonatni ado qildi deyiladi. Qaysi omonatni ado qildi Rasululloh? Tabliğ omonati, risolat omonatini ado qildilar. Shuning uchun ham Hajjatul Vadoda yetkizdimmi dedilar. Ha deganda Allohimma fashhad dedilar. Ey Allohim, o'zing guvoh bo'lgin, meni yetkizdim men dedilar. Mana bu narsa omonat. Masalan, odam mansabda turgan bo'lsa, shu mansab omonat bo'ladi. Eng katta biz omonatlardan biri musulmonlarga rahbar bo'lib turgan odam, mana shu rahbarlik unga omonat. Mana shu omonatga u odam xiyonat qilmasdan joyiga qo'yish kerak. Muvaffaq odam mana bu narsada o'sha joyiga qo'yadi. Omonatni joyiga qo'yish masalasi juda ham keng tushuncha bu. Omonat biz mayda-chuyda narsalarda bir cheklanib qolmasligimiz kerak omonat deganda. Bu ham kiradi. Masalan, siz menga omonat bersangiz, o'shani topshirish. Sizga qizini bergan odam u qizni sizga omonat qilib topshirgan bo'ladi. U otasi boqib, katta qilib sizga berdimi? U omonat. Endi buyog'iga siz uni asrab avaylab qarashingiz sizni bo'yningizda bo'ladi. Uni olib turib unga noto'g'ri yondashib, siz o'zingiz shaxsiy manfaatingizdan foydalanib, urib, haqoratlab uni xorlasangiz, omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Mansab omonatiga agar to'g'ri yondashsa, to'g'ri bo'lmasa odam xiyonat qilgan bo'ladi. Hamma narsa buni ichiga kiradi. Agar shu oyatda agar kengroq ma'noda biz tushunsak, butun siyosat mana shuni ichida ekan o'zi. Va agar odamni ahlini bir joyga qo'ymasa, u omonatga xiyonat qilgan bo'ladi. Kim masalan bir rahbar odam bir joyga bir odamni qo'ymoqchi. O'sha joyga qo'yishga bundan ko'ra ahlroq odamni bilib turib ham shuni qo'ysa, o'zinikini qo'ysa masalan, bu ummatga xiyonat qilgan bo'ladi. Mana shu narsaga rioya qilgan ummat kofir bo'lsa ham rivojlanib ketyapti. Masalan, biz ko'p misol qilamiz, mana koreyslarni misol qilamiz, yaponlarni misol qilamiz. Yoki nemislarni misol qilinadi. Ular bachchavozligi bor, fohishaligi bor, boshqa xuluq, aroqxo'r, kofir odamlar. Lekin bir tomondan omonatni ado qilayotganligi borligi uchun, mana shu omonat tushunchasi ularda borligi uchun ham ularga Alloh taolo mana shunday rivojlanishni bergan. Masalan, men nemislarni misol qilsangiz-da, omonatga xiyonat qilish degan narsani ular bilmaydimi yoki kallasi ishlamaydimi bilmayman. Endi o'zbeklar borib o'rgatishga ehtiyoji bor ularda hozir. Borib ularga ko'rsatib berish kerak. Yo, bunaqa yashash bunaqa bo'lmaydi deb. Bitta nimani ko'rsatyapti? Qulupnaydi bog'i. Qulupnay shunaqangi yetishtirilganki, endi shishaday yalqiroq, haligi qulupnayni tagiga xashakmi bir narsa qo'yib chiq ekan oldindan. U haligi tuproqda turmas ekan u. Yomg'ir yoqqan sari uni yuvib, yaldiratib, shunaqangi bog' ichida bitta o'ti yo'q. Bu yerda tarozi turibdi, bir nimacha qilib qo'ygan, do'konchaga o'xshagan narsa, kelib odam o'zlari terib, idishchalari ham bor hammasida. Kelib terib taroziga qo'yib, pulini o'shaga qo'yib ketyapti hamma. Sotuvchi yo'q. O'zingiz kelib bog'dan xohlaganingizcha terib olyapsiz-da, taroziga tortib, pulini qo'yib ketyapti. Kalla bormi odamlarda deysizda, shunaqa ham odam bo'ladimi deng. Shunaqa ham odam bo'ladimi deng. Qanday bu tarbiyalangan? Iymon yo'q bo'lmasa ularda. Nima uchun o'sha omonatga rioya qilyapti shular? O'sha o'zini shahrini, o'zini millatini, vatanini himoya qiladigan xalq ular. Avtobusga kirsa bilet olmay o'tirmaydi. Agar bizda tekshirmasa, domiladan tortib boshqasigacha bilet olmaydi, hech kim bilet olmaydi yerda. Bir-birini chaqirib kelaveradi, men tekin narsa bor ekan deb. Kerak bo'lmasa ham uyib olib qo'yaveramiz hammasini. Bittasi aytadi, bir hoji aytadi, qilib o'tsam deydi, gazetda bir sherigim uyg'otyapti. Turing, bu yoqqa turing deb. Hani turing, yuring bu yoqqa ishingiz bo'lmasin deb. Gazetdan chiqdim, tashqariga chiqsam deydi, xurmo tarqatyapti ekan, 12 korobka xurmo olib qo'ygan deydi. Mana shunday korobkadan 12 ta korobkani torting mana buni ichkariga, torting deb aytayapti deydi. Endi olib ketib bo'lmaydi, bu yerda haligi kilogrammlar o'zi 30-35 kilo nimaniki, bu yog'iga oshig'iga pul to'lash kerak. Keyin aytibdi, hoji bobo, nima qilamiz biz? Ishingiz bo'lmasa olib kirib qo'ying, ishingiz bo'lmasa olib kirib qo'ying. Kitob berilyapti, masalan, vaqf kitoblar berilyapti desa, uchraganicha olingan kitoblarni, ana Hidoyani 2 ta mujallatini olib qo'ygan, Tafsirni bitta mujallatini olgan kitoblar qorishiq. Makkada bir kutubxona bor ekan, o'shaga bizni O'rta Osiyoga ketadigan vaqf ekan. Men bordim, o'sha vaqfni nimasi bilan gaplashsam, keyin bu vaqf dedi O'rta Osiyoga qaratilgan. Sizlar dedi, biz unda Misrda borgan edik. Agar kitobni Misrga olib ketsanglar, vaqf shartiga to'g'ri kelmaydi.
faqat dedi va'da beringlar dedi, shu kitobni Misrda foydalanib keyin O'rta Osiyoga olib ketamiz deylar dedi. Agar olib ketsa shu kitob O'rta Osiyoga borib qolsa bo'ldi. Kitob O'rta Osiyoga vaqf qilingan dedi. Kitob mana shu turgan joyimizdan katta 2 barobar katta joy to'la kitob. Hamma joy kitob taxlab tashlagan, endi kitoblarni ko'ryapman. Birorta kitobda bir to'liq mujallati yo'q. Fathul Qodir masalan 10 mujallad bo'lsa, 3tasi yo'q. Hali boboylar olib ketganda keyin qo'liga ilingandan olib rangiga qarab olib ketavergan. Keyin ularni olib nima qilgandingda, hammasini olib ko'targanicha olganda aeroportga borgan, pul to'laysan deyaptimi, aeroportga tashlab ketgan o'sha yerga. O borib o'sha yerga, chunki pul to'lash kerak. Ular nimani ta'sir bilan jonamozni olib o'tib ketadi. Chunki xalq qarab o'tiribdi, olib keladi. Zamzam suvi ta'sir bilan jonamoz o'tadi. Qolgan narsa hammasi o'sha aeroportda olib ketadi. Ya'ni bu narsa bizda nima uchun bizning xalqimizda shu tushuncha yo'qki, keraksiz narsani odamga keraksiz kim yeydi buni? Qo'y buni olma, mendan boshqa odam foydalansin degan narsa nima uchun o'sha mana Olmonlarda, Yaponda borda bizda yo'qligiga odam achinasa. Ana shu narsa omonatga rioya qilish degan narsa, masalan, ishni mana karislarni gapiryapti, Koreyada ishlab kelganlar. Men borganim yo'q, bu aytayotgan joylarim ichkasiga eshitganimda aytyapman. Ishlaydi, o'sha men deydi, ish uchun oylik olyapmanmi, shu narsani oqlashim kerak degan tushuncha bor ularda. Ana shuning uchun ular oldinga rivojlanyapti-da. O'sha uchun ulardan bir karisda mardikor bo'lib yurganini ko'rmaysiz, bir yaponni mardikor ishlab yurganini ko'rmaysiz. Nima uchun deganda, xalq turib beradigan xalq rahbari turib beradigan rahbar. Ularda vazir bo'lib ishlayotgan odamlarga yaponlarda odob o'rgatilar ekan. Agar vazir odam odobsiz bo'lsa, juda ham uyat bo'ladi ularda deydi. Ana shuning uchun odob mutakabbirlik degan narsani yo'q. Bizda bo'lsa mansabga o'tib qolgan odam qanaqa bo'ladi, bilasizmi? Ozroq bo'lsa, sal bo'lsa ham farqi bo'lsa bo'ldi, xudo andachilikda ham bo'ldi, buni oyog'i bilan ko'rsatgan, boshqa qilgan, o'zini kattadan katta yasab oladi. Mana shu narsani Alloh taolo bizga o'rgatadiki, omonat egasiga topshiringlar. Bu juda ham keng tushuncha, endi shu bilan kifoyalanib o'tamiz. Va idza hakamtum baynan nas an tahkumu bil adl. Agar odamlar o'rtasida hukm qilsanglar, adolat bilan hukm qilishga buyuradi Alloh taolo. Siz yomon ko'rgan odam bo'lsangiz ham, odamingiz bo'lsa ham adolat bilan hukm qiling. Abdulloh ibn Ravohani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiylarni xurmolarini chamalash uchun yuborganlar. Chamalashga, ya'ni xurmo pishishdan oldin, sadaqa yig'uvchi borishdan oldin bir kishi chamalovchi boradida, mana shu bog'da hosil 10 tonna deydi. Sizlardan 10 tonnadan biz haq olamiz deb keladi. Keyin nima qilsa qilaversin, ular yeydimi, sotadimi? Chunki agar shunday qilib chamalamasa, hosil pishar pishmas ana ular uzib olib qo'yadi-da, mana hammasi shu deb turadi-da keyin. Buni keyin hammani tekshirib bo'lmaydi. Hali uzish holatiga kelmasdan turib chamalovchi borib bog'larni chamalab chiqqan. O'shalardan biri Abdulloh ibn Ravoha juda ham chamalovchi odam bo'lgan. Chamalash tushunasizlar, men taxmin qilib xars deyiladi arabchada. Shunday qaraganda bundan mana shuncha tonna hosil chiqadi deydi, yozib ketadi. Mana shuncha tonna hosil palonchani bo'ynida deb turib. O'shanda chamalashga borganda yahudiylar aytganda, ozroq pul beraylik, shuni degan kam ko'rsat degan. Abdulloh ibn Ravohaga. Shunda aytgan ekanki, ey cho'chqa maymunlarning bolalari degan. Allohga qasamki, men yer yuzida sizlarning yuzlaringdan ko'ra menga yomon yuz yo'q degan. Yomon ko'raman hammalaring degan. Allohga qasamki, men yer yuzida eng yaxshi odamning huzuridan kelyapman degan. Rasulullohning aytgan, u kishining yuziday menga yaxshi yuz yo'q, sizlarning yuzlaringday yomon yuz yo'q. Lekin Rasulullohni bunchalik yaxshi ko'rishim, sizlarni bunchalik yomon ko'rishim sizlarga qarshi adolatsizlik qilishga olib kelmaydi. Men adolat qilaman degan. Shunda yahudiylar aytganki, bihada qomatis samawati val ard, osmon va yer mana shu bilan turibdi-da o'zi degan. Ular bilgan buni. Osmon va yerni turishi adolat bilan, haq bilan turadi. Hozir yer yuzida adolat qiluvchi odamlar borligi uchun ham yer turibdi. Bo'lmasa bu xoinlarning dastidan hamma narsa og'da tundirib ketadi. Lekin haq bilan turuvchi, adolat bilan gapiruvchi, haqni gapiradigan olimlar, ustozlar, da'vatchilar bor va haqqa amal qiladigan rahbarlar, haqqa amal qiladigan mas'ullar bor. Baribir odamlar ichida yaxshi odamlar borki, o'sha yaxshi odamlarning uchun Alloh subhanahu va taolo bu yer va osmonni ushlab turadi. Ana shunday inson, ya'ni adolat bilan hukm qilish kerak ekan. Yomon ko'rgan odam bo'lsa ham, Umar ibn Xattob Hurmuzonni ko'rganda aytgan, seni ko'rsam men ukam esimga tushadi. Ukasining o'limiga sababchi bo'lgan.
yomon ko'raman seni degan. Ukam esimga tushadi. Shunda Hurmuzon aytgan Amirul Mu'minin, sizni bu yomon ko'rishingiz menga nisbatan adolatsizlikka olib keladimi deganda, yo'q, undan xotirjam bo'laver, men adolat qilaman degan. Adolat qilaman deganda, bo'lmasa Hurmuzon aytgan, bo'lmasa bunaqangi yomon yaxshi ko'rishga xotinlar muhtoj bo'ladi, xafa bo'ladi degan. Menga yomon ko'raversangiz ham mayli degan. Adolat qilsangiz bo'ldi degan. Ana shunday adolatli bo'lishga Alloh taolo bizni buyuradi. Odamlar o'rtasida hukm qilsanglar, adolat bilan hukm qilish. O'zingizni qavmi qarindoshingizga bosmang. Nima uchun qarindoshingizga bir narsa bo'lgan paytda siz himoyachi bo'lasizda, qarindoshingiz ayni o'sha zulmni qilib turganligi uchun unga nasihat qilmaysiz. O baraka topgir, sen birovning haqqini yeb yuribsan, nega bermayapsan buni? Qarindoshingiz mazlum bo'lgan paytda yonida turib olasizda, zolim paytida yonida turmaysiz. Mana bu narsa aynan sizda ham o'shani adolatsizligiga sheriksiz degani. Bu o'zimizni qarindoshimiz bo'ladimi, ota-onamiz bo'ladimi? Kim bo'lishdan qat'iy nazar biz haq tarafda turishimiz kerak bo'ladi. Umar roziyallohu anhuni o'g'lini Amr ibn Os aroq ichganligida jaldalab urib, lekin hech kimga ko'rsatmay urgan ekan Umarning o'g'li. O'shanda Umar roziyallohu anhu eshitib, nima uchun odamlarning ichida bu narsani qilmading? Bu adolat bo'lish uchun boshqalarning bolalarini oshkor uryapsanmi? Nega amirning bolasini oshkora urmaysan? deb oshkora odamlar ichida urgan. O'shandan keyin bir necha kundan keyin o'g'li o'lgan deyiladi. Lekin urgandan o'lgan deydi, u noto'g'ri, ya'ni boshqa o'sha ittifoqqa to'g'ri kelib qolgan. Umarning o'g'li Abdulloh ibn Umar, Ubaydulloh ibn Umar bular Basrada paytlarida u joyda amir Abu Musa al-Ash'ari Baytul molda juda katta mol yig'ilib qolgan, uni Madinaga berib yuborish kerak ekan. Umarning ikkita o'g'lini chaqirganda Abdulloh ibn Umar bilan Ubaydulloh ibn Umarni chaqirib, "Mana shu yerda shuncha pul bor, xohlasanglar bu pulni sizlarga beray, sizlar tijorat qilib, boringlarda foydasini olib, tanini Amirul Mu'mininga topshirib qo'yasizlar" degan. Bo'pti degan, bular foydalangan katta puldan, endi katta tijorat bo'lgan, foyda bo'lgan, haligi tanini Umarga olib kelib bergan, "Mana" degan, Abu Musa al-Ash'ari berib yubordi, "Bu foydamiz, bu tani" degan. Shunda Umar aytganki, "Buni hammaga berdimi yo faqat ikkovingga berdimi" degan. "Yo, biz ikkovimizga berdi" degandan, "Unday bo'lsa Amirul Mu'mininning o'g'li deb berganda" degan. "Foydani ham qo'yib qo'yinglar Baytul molga" degan. "Foyda sizlarga halol bo'lmaydi" degan. "Agar hamma musulmonga berganda xo'p, lekin sizlarga bergandan keyin bu Amirul Mu'mininning o'g'li deb bergan." Shunda Abdulloh ibn Umar "Bo'pti, mayli" degan. Ubaydulloh aytgan, "Bermayman" degan. "Bu bizga berilgan narsa, siz haqqingiz yo'q olishga" degan. Umar "Berasan" degan, o'g'li "Bermayman" degan. Masala qattiqlashavergandan keyin o'g'li aytganki, "Ey Amirul Mu'minin" degan, "Agar shu pul yo'qib ketganda bizga to'latamidingiz" degan. "Yo'lda olib kelishda, tijoratimizda agar shu yo'qib ketsa, bizga to'latamidingiz" deganda, "Albatta to'latardim. Modom biz to'laydigan bo'lsak, uni g'urmi bizga bo'lsa, uni g'unmi, foydasi ham bizga bo'lish kerak-ku" degan. Ana qoidani aytdik-ku biz, al-g'urmu bil g'unmi. Hozir nima deb aytamiz? Al-g'unmu bil g'urmi deymiz hozir. Ya'ni bu yerdagi hozir foyda olishimiz nima uchun bo'ladi? Uni g'urmi, uni zarori bizni bo'yin al-xaroj bid-doman. Ya'ni uni oladigan xarojimiz, foydamiz bo'ynimizda turgan o'sha zamon kafolati bizni bo'ynimizda edi degan. Shunda Umarning yonida bir kishi aytganki, "Amirul Mu'minin bu to'g'ri aytayapti" degan. "Bo'lmasa yarim-yarim qiling" degan, "Yarmini Baytul molga qo'ying, yarmini bular olsin" degan. "Bo'pti bo'lmasa" deb keyin yarmini qo'ydirtirgan. Bir marta Umar roziyallohu anhu qarasa, bir to'da semiz tuyalarni ko'rib qolgan. "Kimni tuyasi bu?" desa, "O'g'lingizda Abdullohning tuyasi bu" degan. "Ya, meni o'g'limda shuncha tuya ko'payib ketdimi? Odamlar aytganda, Amirul Mu'mininning o'g'lining tuyasini boq, Amirul Mu'mininning tuyasiga suv ber, Amirul Mu'mininning o'g'li, Amirul Mu'mininning o'g'li deb mana shu holatga kelibdi." O'g'liga aytganki, "Buni degan Alloh yo'lida yarmini Alloh yo'lida berib yubor" degan. O'shanda o'sha tuyalarni shunday yarmini Alloh yo'lida ajratib bergan. Hech bir shubha yo'q bo'lmasa. Bunaqangi narsa aralashgan yo'q. Ya'ni odamlar o'rtasida hukm qilsalaring, adolat bilan hukm qilinglar. Ana shuni ham o'sha Umar roziyallohu anhuni amir bo'lgan paytlarida birorta odam boshini ko'tara olmaydigan darajada edi. Ta'na qiladigan, bo'lmasa ta'na qilaman desa, Rasulullohga ta'na qilgan odamlar. Sadaqalarni yeb yotadi bu, kelgan zakotlarni o'zi yeydi, xotinni ko'paytirgan, o'zini maishatini o'ylagan bular deb turib Rasulullohga gapirgan bular. Bu yahudiylardan, munofiqlarning tilidan hech kim salomat qolmagan, Rasululloh ham salomat qolmagan. U boshqa u xalifalarniki qo'yavering endi.
Undan keyin Usmon roziyallohu anhu bo'lganda judayam gap so'z ko'payib ketgan. Ana bunday adolat bilan qilinsa, joy-joyga tushsa Alloh taolo aytadiki, innalloha ni'ma ya'idukum bih. Alloh taolo sizlarga qanday ham chiroyli bir va'z qiladi. Innalloha kana sami'an basira. Alloh taolo sami', ya'ni hamma ovozlarni, hamma nolalarni eshitadigan, har bir narsadan xabardor, ko'rib turadigan zot. Mana bu aqida bizda. Alloh eshitib turibdi, Alloh ko'rib turibdi. Adolatni, omonatni joyiga qo'yishimiz kerak. Hukm qilsak to'g'ri hukm qilishimiz kerak. Gapirsak adolat bilan gapirishimiz kerak. Uni nari buni beri qilsak, qarindoshchilik desak, urug'chilik desak, mana bu narsa o'z-o'zidan o'sha bizni yemirilishimiz bo'ladi. Bizni islom ummatini bugungi kundagi xorligini sababi mana shu. Omonatni joyiga qo'ymaganimiz uchun, Alloh hukmi bilan hukm qilmaganligimiz uchun, adolat bilan turib bermaganligimiz uchun. Ana buni qilgan davlatlar, qilgan millatlar bugun kofir bo'lsa ham yuqoriga chiqqanligini buni guvohi bo'lib turibmiz. Bitta sabab shu. Mana shu masala nima uchun? Bo'lmasa Germaniya olsangiz, Germaniya o'sha ulug' vatan urushidan keyin butun dunyo tarafidan bular nimaga uchragan? Bosqinga uchragan. Yaponiya ham xuddi shunday. Yaponiya ham o'zi davosida butun dunyoni bosib olaman degan davosi bo'lgan. O'sha uchun ham buni sindirib tashlash uchun Nagasaki, Hirosimaga o'sha atom bombasini tashab, bularni butun qurolsizlantirgan. Mumkin emas degan, hamma tomondan siqib tashlagan. Lekin o'sha siqilgan ikkita davlat qarang qanday o'rinda. Endi hozir yana yemirilib ketyapti. Masalan, Yaponiya ancha oldingidan ko'ra orqaga tushib ketdi. Lekin baribir ham kuchli-da. Masalan, Yapon mardikorni ko'rmagandan bilavering-da. Ish egalari ular. Qayerga borsa, masalan, unda mutaxassislari keladi. Yapon quruvchisi, o'sha qurilishni nimasi, arxitektor nimalari, quruvchilari, muhandislari shular. Nima uchun mana shunday holatga yetishyapti desangiz, omonatni joyiga qo'yganligi uchun. Agar omonatlar joyiga qo'yilsa, hamma narsa joy-joyiga keltirilsa, Alloh bu ishlarga baraka beradi. Hayotga baraka beradi. Davlatlar boyiydi, xalq boyiydi. Omonat hamma har yerdan talab yeb ketavergandan keyin qo'ygan odami bu yoqda korrupsiya bo'lib ketaversa, kimni qo'ysa u yeb ketaversa, bo'riga berdik, yeb ketdi, tulkiga berdik, allab ketdi bo'laversa, yana boshimiz hech qachon mana shu qulchilikdan chiqmaydi. Agar o'ylab qarasak, mana shu oyatni o'zi bizga juda ham katta siyosatni o'rgatadigan oyat ekan. Allohu a'lam. Alloh taolo o'z qalbimizni Qur'on nuri bilan nurlantirsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Firdavs jannatlarida nabiylar, siddiqinlar, shuhada va solihinlar bilan birga qilsin. Allohumma amin va sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin.